Yo'q-e? Ko'mku shahrimizga, yam-yashil shahrimizga hozir yarashib turgan yigitimiz bor. Topdim. Hozir anaqa-ku hali. Hamma yog'imiz yashillashib boryapti. Hatto odamlar ham. E'tibor kuchaytirilgan. Odamlar ham. Ha. Bizni mana ro'paramizda ajoyib ukamiz turibdi. Ahadjon Sobirov degan. Ahadjon, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Endi qay yurtlardan keldilar? Yo'qmi, ishlayapti o'zi. Ishlayapti. Qayerdan keldingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Alaykum Alaykum. Men Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan keldim. Kelibsiz. Rahmat. Sizlarni ham ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Xush kelibsiz. Kelibsizlar. Bugun kechasi keldingizmi Kattaqo'rg'ondan? Albatta. Voy-o, Kechasi 370 kilometr yo'l yurib. Lekin kelganimda uxlamagan bilaman O'tkir aka. Uxlamagan Sahatjon ertaga efir deb tayyorgarlik ko'rib, jamoangiz ham Samarqanddami yo shu yerdami yigitlar? Hammangiz Samarqanddan keldinglar. Yuzdan bolalarning yuzidan nur yog'ilib turgandan bilib turibdik. Samarqandning Kattaqo'rg'on yigitlari. Xo'sh, Ahadjon, biz ataylabdan o'zi qo'shiq bilan boshlardik. Navbatchi shu bizni hamrohlarimiz bilan qo'shig'ini biz boshlab kelgan efir boshlardik. Biz atay shunaqa qildikki, Alisher Fayzi klipini berdik, biz gaplashib oldik, tomoshabinlarimizni jamlab oldik. Ana endi sizni tanishtirdik. Tanishtiradigan fursat yetdi. Chunki yangi odamsiz bizni guruhimizda. Kelishlaringiz bardavom bo'lsin. Nima qo'shiq ijro etib berasiz? Hozirga aytiladigan qo'shig'im onajonim borlar. Shu onajonimni tug'ilgan kuniga atab shukrona kuningiz muborak bo'lsin degan qo'shiq tayyorlaganman. Yaxshi, zo'r. Rahmat. Bu demak hamma onalarga bag'ishlanadi. Albatta, mana shu O'zbekistonimizning barcha onajonlariga bag'ishlanadi. Qolaversa, onamni yaqinda tavallud ayyomlarini nishonlagan edik. Shunda ilhomlanib shu shukrona kuningiz muborak bo'lsin degan qo'shiqni. Mana oldin ketib tug'ilgan ekanlar-da. Avgust 24-sanasida tavallud ko'rgandilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Marhamat. Hozir boshlaysizlar. Xonandalar otasiga bag'ishlab ashula aytadi, tug'ilgan kuni onasiga bag'ishlab aytadi. Nimaga bir insofli, diyonatli odam chiqib O'tkir aka tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin demaydi? Voy tavba. Voy nima qiling hozir turib ketdingmi yo? Yo'q, nima qiling? O'tgan safar qo'shiq deyapman. Qilasizlar, nima bo'ldi aytinglar? Qo'shiq deyapman, qo'shiq. To'xting, buni ham yes qilamiz. Qo'shiq. Ahadjon Sobirov. Keyingi safar albatta O'tkir aka uchun ijro etiladi. Qo'yinlari uchun. Hazillashamiz Ahad. Ahadjon Sobirovdan chiroyli tarona onajonlarimizga bag'ishlab. Marhamat. Ketdik. Bugun boshqacha porlar quyosh ham axir uyda katta tantana bayram. Bugun boshqacha porlar quyosh ham axir bugun katta tantana bayram. Kamida 100 yoshga kiring jon onam. Umringiz quvonchu shodlikka to'lsin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Duoyingiz sabab bizlar sog' omon yuribmiz hamisha boshimiz osmon. Orzuyim yuboray Madina tomon. Umringiz quvonchu shodlikka to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin.
quvonchu shodlikka to'lsin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Siz sabab berildi bizlarga hayot. Sizning sog'ligingiz bizga zo'r qanot. Allohim onamni qilgin ehtiyot. Umringiz quvonchu shodlikka to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Umringiz quvonchu shodlikka to'lsin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ya aferin. Aferin, Ya hacca bereket rahmat. Eşek.